Bana çakçak katamsa yattıldı bilemse de işemeydi bula. 哟，大家好吗？有没有听说过新疆人非常擅长学外语呀？我今天证明给你们看，好吧？Ko'pchilik yaxshimisizlar? Oldin qatamliq videoda men Xinjiangliklar mush tashqi go'zallik jihatda chiroyli bu bizning birinchi ortiqchiligimiz degandim. Shunaqa. Unda esa bugun bizning ikkinchi cho'ng ortiqchiligimiz, ya'ni til talanti jihatdagi, til o'rganish jihatdagi ortiqchiligimizni sizlar bilan ham bahramlamoqchi. Unda diqqat qilinglar ko'pchilik. Hamda buni isbotlash uchun menda bir misol so'zlash to'g'ri keldi. Ilgari men mush universitetda o'qiyotgan vaqtimda mush O'rta Osiyolardan yoki boshqa davlatlardan bizning universitetga kelib davlat tili o'rganib ketadigan chet elliklar bor. Maktab uyushtirgan har xil faoliyatlarda bular bilan aloqa qilatdik, ingliz tilimizni mashq qilatdik-da tunishib. Endi ularning davomli mendan so'raydigan menda bir savol bor. Nima deganda, "Hey Caesar, how many language you can speak?" Qancha xil til bilsan Caesar? Bunda vaqtida men o'zimga ishongan holda I could speak 7 languages deb javob berdim. Men 7 xil til bilmayman deb. Oh my god, really? Are you kidding me? Bana çakçak katamsa yattıldı bilemse de işemeydi bula. Of course I could speak 7 languages. You know me? I'm Xinjiang people. Everybody could speak more than 4 languages. Do you know that? Bu yerdeki adamlarning hammasi degidek az deganda 4 xil til bildi. Bizga Xinjianglik desak, Xinjiangliklarning til talanti bor deydim-da. Bular ishonmaydi. Shuni men bularga isbotlab berdim. I'm gonna show you right now, okay? You want to know what they are? I could speak 7 languages. You want to know what they are? Bilganmi tillarni mesela hazırlam isbotlab bermadim, isbotlab berdim. The first one is my mother tongue, Uyghur language, right? Ana til. The second one is Chinese, our national language, right? Every Chinese people could speak very fluent Chinese. This is the priority. 虽然我们新疆人说普通话有一点点羊肉串的味道，但有什么关系呢？不影响我们的表达或者是理解能力，对吧？甚至有一些内地的朋友觉得我们新疆普通话听起来特别顺耳。特别好听，对吧？Third one is English. You know that? English is the easiest language in the world. This is not only belonging to American or British people, it's belonging to whole the world. There's a lot of English words similar with Uyghur language, like chocolate, banana, radio, television, octopus, machine, virus, bacteria. A lot vocabulary is similar with Uyghur language. So that's why we learn this language very fast. It's very easy for us. I only spent 2 years and learned this language and became an English teacher. You wanted me to speak more English? It's okay. I could do it whole day. It's kind of piece of cake for me. Tushundiratdim-da. Shu Uyg'ur tilidagi nurg'un so'zlar bilan ingliz tilidagi nurg'un so'zlar o'xshaydi. Shu sababdan biz bu tilni oson o'rgana olamiz. Biz uchun dunyodagi eng oson til mushu. Ondan keyin 4-chi til, ya'ni qarindosh millatlardan qozoq millatining tili. Borim, qozoqcha söylesem tushunasanmi? Tushunayman, birda o'rganib ketamiz. Qimiz ichamizmi, qarnim ochib yotir. O'shta gap qildik-ku. And then fifth language is Uzbek language, right? Uzbek tili. Like a babish Uyghur language, right? For example, onajon, buyuring onajon, nima bo'lsa ham baja keltiraman. Bak o'xshaydi-ku Uyg'ur tiliga. O'sha deb berdim. Men bu holatda qirg'iz tili, ondan keyin tatar tili deganlarni sanab olsam hayron qoladi-da bular. Oh my god, you guys talented to learn languages. You have a strong feeling about the language learning. O'sha til o'rganish jihatda sezgirliginglar bor ekan, talantinglar bor ekan deydi. Demisam to'g'ri ko'pchilik. Sizlar o'ylab yiqinglar. Bizning shu ana tilimiz bilan mush qarindosh millatlarning, nurg'un millatlarning tillari ko'pinchalar o'xshib ketadi-ku. Shu sababdan agar biz zurur bo'lib qolsa, shu qozoq qarindoshlarning tili, o'zbek tili degan tillarni oson o'rgana olamiz. Shuna bu til o'rganish jihatdagi ortiqchilikni, til o'rganish jihatdagi mushu talantni bizning ortiqchiligimiz ichidagi eng chong ortiqchiliklarning birisi desak bo'ladimi bu mamlakat ko'pchilik? Bu ko'z yumsaq olmaydigan haqiqat-ku. Agar kunlarning birida shu yeni ipak yo'li ichitilib qolsa, yidayilu jingcha ichitilib qolsa, nima ishlar bo'lib ketadi? U vaqtda agar siz Qozog'istondagi qarindoshlar bilan savdo qilmoqchi bo'lsangiz, qozoq tili bilsangiz, bu sizning bir ortiqchiligingiz. Shunaqa. Qirg'izistondagilar bilan qirg'iz tili, O'zbekistondagilar bilan o'zbek tili, balkim shu til jihatdagi alohidligimiz bizning Xinjiang rayonidagi yoshlarimiz uchun cho'ng bir ortiqchilik bo'lib qolishi mumkin ko'pchilik. Agar shu til jihatdagi ortiqchilik haqiqatan bizning ortiqchiligimiz ekan, rost bizda shunday talant bor ekan deydiganlar, unda yurakni besitib, push belgisini besinglar. Keyingi videolarımizda men muhim temalar ustida to'xtalmay ko'pchilik. Buningdan fayzi, buningdan qaltis ortiqchiliklarimiz bor.